Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Tədqiqatçılar tajovuzchi Xitoy xakerlarining murakkab tor aldamchilik orqali Uyg'ur rahbarlari va jurnalistlarni nishonga olganligini bayqagan. Kanada bexatarlik tarmoqlari va tədqiqatçılarning tekshirish natijasida tajovuzchi Xitoyning xakerlik armiyasining dunyo miqyosida faoliyat olib berayotgan o'nlagan Uyg'ur muhojirat rahbarlari va Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini xabar qiladigan jurnalistlarni nishon qilgan 100 dan ortiq ziyonli tor bekatlari oshkorlangan. Xitoy bu xil yo'l orqali muhojirat kishilarning shaxsiy uchurlarini to'plash, nazorat qilish, raqamlik besim qilish qatorliq chegara halqigan bostirish elib boradigan bo'lib, bu Xitoyning davlat bexatarligi ministrligi va uning qarashliq axborot organlari tomonidan elib berilgan harakatlar ekanligi tekshirib chiqilgan. Buning misolidan biri Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti. 2025-yili 4-oyda WhatsApp'dan odatdagi uchurga o'xshaydigan bir uchur topshirib olgan bo'lib, uchur avatkuchi o'zini donliq Uyg'ur kino rejissyori va milliy muzikant deb tanishtirib, uningga ilxat orqali bir narsa avatmoqchi bo'lganligini aytgan. Ammo u ilxat rejissyordan emas, balki bir noma'lum adresdan kelgan ulanish bo'lib, amaliyotda tekshirish orqali buning Xitoyning terror armiyasining qiltiq ekanligi oshkorlangan. Ziyoratimizni qabul qilgan Mehmet To'xti apandi tadqiqotchilarning oshkorlaganlarini eslab, amaliyotda Xitoy bunday chegara halqib elib borgan hujumlarning har qanday bir tajovuzchilikdan og'ir bir ahvolni ifodalaydiganligini, bu Xitoyning demokratik jamiyatlarga tektisilish ekanligini, buning maqsadining faqat shaxsiy sonliq ma'lumotlar va sezgi uchurlarni o'g'irlash emas, balki shaxslar va tashkilotlarning asosini buzish, qalaymaqonchilik, ishonchsizlik, jismoniy va ruhiy ziyon keltirib chiqaradiganligini bildirib, bu hujumlar bevosita ziyondan boshqa kundalik aloqamizga bo'lgan ishonchni yo'qotib, gumonliq muhitni shakllantirdi. Shundaqla bu eshiyotgan ishonchsizlik raqamlik doiradan halqib, uzun muddatlik ijtimoiy oqibatlarni olib keladi. Bu yerda Xitoyning maqsadi chet eldagi o'qituvchilarni, faoliyatchilarni nazorat qilish, qo'rqitish va oxirida ovozni bostirish deydi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Kesko shirkatining Xitoyning qirg'inchilik va zo'ravonlikqa chetishlik sheriklik jinoyat ustidan ochilgan da'voni qo'llab, Amerika Oliy sud mahkamasiga shikoyat xati topshirgan. Falun Gong muritlari 2026-yili 4-oyning 28-kuni Amerika Oliy sud mahkamasiga Kesko ustidan Xitoyning diniy bostirish, har qaysi millatlarni nazorat qilish va ziyonkashlik qilishiga yordam berganlik uchun da'vo ochgan bo'lib, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va kishilik huquq tashkilotlari Amerika Oliy sud mahkamasiga bu da'voni qo'llaydiganligini bildirib, ariz xati sungan. Amerikada 20 yildan beri ikki partiyalik parlamentning ko'p sonliqlari Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini ayblab kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyda savdo qilayotgan ba'zi Amerika shirkatlari Xitoyning Falun Gong, Tibet va Uyg'ur qatorliq millatlarga qarshi kishilik huquq dafsanchiligiga yordam berib kelgan bo'lib, bu Xitoyning nazorat qilish ulazlarlarini qurilishi va Xitoyning harbiy sanoat rayonini qayta qurishiga mablag' solish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kesko delosini Xitoyning ziyonkashligiga uchraganlar o'tirib qo'yib, Keskoning San Xosedagi bosh organi Xitoyning Falun Gongga qarshi kishilik huquqni dafsan qilishiga, qiynashlarga yordam berganligini va qo'llaganligini, maqsadli holda yordam berish uchun maxsus yasalgan nazorat qilish texnikasini loyihlaganligini ilgari surgan. Bu da'vo Amerikaning chet elliklarning jinoiy qilmishi qonuni ramkasi ichida ichilgan bo'lib, bu qonun federatsiya sud mahkamalariga Amerika organining, ya'ni xalqaro qonunni buzib, bir chet ellikka qarshi jinoyat o'tkazganligini dalillagan delillarga qaror qilish huquq berdi ekan. Da'vogarlar Oliy sudning va'dasiga amal qilishini va ularning Keskoning xalqaro qonunga xiloflik qilganlik uchun javobgarlik tortishni talab qilishgan. Xalqaro besh ko'z ittifoqi deb atalgan Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya bilan Yevropadagi Germaniya, Gollandiya, Ispaniya, Shvetsiya va Osiyodagi Yaponiya qatorliq 10 davlat Xitoyning tor hujumi haqida o'rtaq ogohlantirish e'lon qilib, Xitoy xakerlarining oila elektr uskunalari va ahli iqtidorliq to'nglatqu qatorliq uskunalari orqali murakkab tor hujumlarini elib berayotganligini aytgan. Ogohlantirishda Xitoy xakerlarining robot torlarini strategiyalik va keng ko'lamda ishlatayotganligi,
Xitoyga joylashgan yoki Xitoyga chetishliq hakkerlarning ko'pincha holda yanfonga o'xshash hujum qilish bir qadar oson bo'lgan aqliy iqtidorli uskunalar orqali tor hujumlarining asli manbasini yushirdiganligini, bu orqali javobgarlikni surishtirishdan qochadiganligi ta'kidlangan. Angliya davlatlik tor bexatarlik markazining uqtirishida Xitoy davlati bilan munosabatli hakkerlar robot torlarini strategiyalik va keng ko'lamda ishlatishga boshladi. Bu Xitoy hakkerlar uchun taktikalik o'zgarish. Ularni aniqlashni qiyinlashtirib, elektr stanlari, telegraf tori qatorliq muhim ulaslalarga jasuslik va hujum qilishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini oshiradi degan. Yevropa axborot amaldorining bildirishicha, Xitoy hakkerlari dunyo miqyosida 10 minglagan uyning tor yo'llig'ichi va to'rg'ulangan uskunlarning kontrol qilganligi o'tirib qo'yilgan bo'lib, bu shaxslar va korxonalarning uskunlarini sotib olgandan keyingi yumshoq detal ojizligidan foydalanish orqali amalga oshirilgan. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy davlat bexatarlik ministerligi qarmog'ida faoliyat olib berayotgan Benafshi Tayfang nomli hakkerlar guruhi Yevropa va Amerikadagi siyosiy va hukumat organlarini nishon qilgan. 2021-yili u Angliya Saylam komiteti va parlament a'zolarini nishon qilgan. Germaniyaning asosiy qonunni qo'g'dash federatsiya ishxonasi 2018-yilning oxiridan boshlab bu tashkilot Germaniyadagi buzilgan uskunlarni ishlatib, asosligi g'arb davlatlaridagi ministerliklar, organlar va fondlar qatorliq siyosiy organlarga hujum qilib kelgan deb bildirgan. Bu haqda Amerika Federatsiya taftishlarining bildirishicha, Xitoy o'z tavasidagi g'oyat zo'r shaxsiy korxonalar va huddigarlar to'ridan foydalanib, Xitoy hukumatining salohiyatini yushirish usuli orqali hakkerlik hujum olib borgan va uchur o'g'irlagan. Xitoy tavasidagi bu shaxsiy korxonalar va huddigarlar to'ri bexatar o'rinlarda harakat qilib, to'rni keng yeyib, yo'chqi bor kompyuterlarni izlaydi va shu orqali hujum qo'zg'ab, Xitoy hukumatiga bevosita yoki vositalik yordam beradi. Bu xil hakkerlik harakati asosan farqlantirmasdan elib beriladigan hujum bo'lib, Amerika va dunyoning har qaysi joylarida ziyonkashlik uchirg'ichlar ko'paymoqda. Shundaqla bu o'g'irlangan uchurlarning ko'pinchisiga Xitoy hukumati qiziqmagan taqdirdami, ular yana 3-chi tarafga setiladi deganlarini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.